elektronik skuterga nima zapchast kerak bo'lsa, hammasini Armada do'konidan topsanglar bo'ladi. Bugun sizlarga Armada do'konidagi zapchastlarni birma-bir ko'rsatib o'taman. Bundan oldin videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Ko'rsanglar bo'ladi, yangi zapchastlarimiz kelib, do'konlarimiz ancha to'lib qoldi. Xo'p, videoni boshida aytib o'taman. Agar skuter ustalari bo'lsa ham, aloqaga chiqsanglar, xudo xohlasa sizlarga optim narxda qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Xo'p, kaskalarni ham 3-4 xilni olib kelib qo'yganmiz akalar. 190 ming so'mdan 1 million so'mgacha kaskalarimiz bor mana. Hammasidan bor. Arzonidan deysizlarmi, qimmatidan, o'rtachasi hammasidan bor. Xo'p, birinchi o'rinda akkumulyatordan boshlaymiz. Akkumulyator benzinli skuterlarga ham akkumulyator olib kelib qo'yamiz. Tank, roket, ular hammasidan bor. Keyin elektronik skuter 12 amperdan 20 amper, 32, 45, 58, 65, 75, 108 ampergacha akkumulyatorlarni topsanglar bo'ladi. Narxi 250 ming so'mdan boshlanadi. 250 ming so'mdan. Xo'p, 110 dollargacha akkumulyatorlarimiz bor. Xo'p, miyalarni ham hammasidan bor akalar. 300 watt, bu yog'i 2200 wattgacha miyalarimiz bor. Narxi 200 ming so'mdan boshlanadi. Mana. Eng asosiysi hamma zapchast bor. Motor ham hammasidan topsanglar bo'ladi. Eng kichigidan tortib mana ko'rsanglar, sekin kattalashib, bu yog'i mana eng katta motorni ham topsanglar bo'ladi. Reduktor deysizlar, mana reduktor ham bor. Bu tarafda LED fara, bokovoy, zaryadchi mana. Yana bitta yangilik, litiumli akkumulyatorlarimiz ham yetib keldi mana. Xo'p, 60 volt 30 amperli akkumulyatorlarimiz ham bor. Bu yerda 60 volt 20 amperligi ham bor. Bemalol kelsanglar bo'ladi. Litiumli akkumulyator xarid qilsanglar, zaryadchigini bonusga qo'shib beramiz. Manaqa benzinli skuterlarga nima deydi, filtr ham olib kelib qo'yganmiz akalar. Telefon pastavka yomg'ir uchun, benzinli skuterlar uchun moylarni ham olib kelib qo'yganmiz akalar mana. Hammasidan bor. Kalotka deysizlarmi? Hatto mana kichkina narsasini ham olib kelib qo'yganmiz mana. Plastmassa joylari. Bu tarafda mana zontlik yomg'irlar uchun. Bu ham motor moy. Xo'p, kamera deysizlarmi? Gaz ruchka. Akalar, xullas hammasidan bor mana. Aporniy, bu yerda stop, perchatka, telefon pastavka, Magikarд, kaskani vizorini olib kelib qo'yganmiz. Muraviy oldi fara, mana muraviy oldi fara, Tesla orqa stop, kamera, balon. Bu yerda mana projektorlar, 3 qudratli tritsiklli projektorlar, zontik, diska, muraviy balon, katta mototsikllarni balonini olib kelib qo'yamiz. Generator, yana nimasi bor? Mana kichkina skuterlarni oldi kalotkasi, jitkisli tormoz ruchka, gaz ruchka, sondiq, mana pavorotnik, akkumulyatorning suvlari, любой narsani topsanglar bo'ladi akalar. Mana bu yoqda Redline harbiyni oldi vilka va orqa amortizatorlari ham bor mana. Ko'rsanglar bo'ladi mana. Bu cho'yanlari, bu yoqda muraviyning oldi amortizatorlari, ruchnoy, reduktor, hammasidan topsanglar bo'ladi akalar. Endi nima qolib ketdi? Endi bu tarafga o'tamiz. Mana miyani assortimentlari. Bu tarafda mana hammasi miya. Tepada zaryadchini ham assortimentlarini topsanglar bo'ladi. Tepada har xil razmerdagi balonlarimiz ham bor. Bu yoqda muraviy kalotka, oldi labovoy, zaryadchik. Mana bu yerda gaz ruchkalarni ham olib kelib qo'yganmiz akalar. Xullas hammasini topsanglar bo'ladi akalar. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarni ham qilib beramiz. Ustalar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Foydalanishga yana ham arzon narxda qilib beramiz. Pastda diska motorlarimiz ham bor. Manzilimiz Sergeli Moshina bozor ro'parasida joylashgan. Bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Pastda telefon raqamlarini qoldirib qo'yamiz.